Ushbu yaldo kechasida Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon romaniga kiritilgan Yig'lar g'azalini bir qo'shiq qilib aytib bersangiz. Tilxat Marg'ilon tuman maxfiy bo'limida ul baland darajaliq Turkiston general gubernatorining amriga muvofiq menga shuni ma'lum qilindiki, Najot gazetasini nashr etib, uning sahifalarida Rossiya imperiyasi manfaatlariga zid maqolalarni chop etadirgan bo'lsam, men Turkiston o'lkasidan badarg'a qilinadurmen. Yodgorbek Otabek o'g'li. Ochilmay solsa har gul g'unchasi piru javon yig'lar emas piru javon balki hamma ahli jahon yig'lar ochilmay solsa har gul g'unchasi piru javon yig'lar emas piru javon balki hamma ahli jahon yig'lar 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 piru javon yig'lar 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 hamma ahli jahon yig'lar. Oradan 2 oylar chamasi vaqt Qo'bol degan yeriga usta sayfi nomiga yuborgan xat keldi. Maktub Inna lillahi va inna ilayhi rojiun degan birgina jumladan iborat edi. Uni o'qib, ota-bola Yodgorbekning o'limi haqidagi gap chin ekanligini angladilar va so'nggi umidlari puchga chiqib, marhumga ta'ziya ochdilar. Ajal yağma garib aği zekan İçra üzüp zincir Rahimsiz ise masum laleler Niçin hazan yığlar Acel yağma garib aği zekan İçra üzüp zincir Rahimsiz ise masum laleler Niçin hazan yığlar Nasimim gitti alemdin mening Kaygı ara taşlab Közümdün aksa hun hiçbir Acab yok çünkü kan yığlar Nasimim gitti alemdin mening Kaygı ara taşlab Közümdün aksa hun hiçbir Acab yok çünkü kan yığlar Cahanda erdi tanha men yetimga ham nishin dildor g'ariblikning diyorida
adashgan notavon yig'lar, 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 piru javob